Assalomu alaykum. Bugungi brifingimizda Innovatsion rivojlanish agentligi Sirdaryo viloyati bo'linmasi tomonidan 2026-yil yanvar-aprel oylarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan amaliy ishlar to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Innovatsion faoliyatni rivojlantirish, ilm-fan natijalarini amaliyotga joriy etish, yoshlarni startap tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, aholi va yoshlar o'rtasida innovatsion faoliyatni keng targ'ib qilish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish, innovatsion loyihalar, tanlovlar va dasturlarni amalga oshirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish hamda murojaatlar va ommaviy axborot vositalari bilan ishlashni takomillashtirish maqsadida 2026-yil yanvar-aprel oylarida Sirdaryo viloyatida tizimli ishlar olib borildi. Xususan, innovatsion faoliyatni rivojlantirish, ilm-fan natijalarini amaliyotga joriy etish hamda yoshlarni startap tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Sirdaryo viloyatida tizimli targ'ibot va o'quv seminarlari olib borildi. Ushbu davrda jami 30 dan ortiq seminar va targ'ibot tadbirlari tashkil etilgan bo'lib, mahallalarda o'rganish ishlari doirasida Sirdaryo tumanidagi 12 ta mahalla qamrab olindi. 100 dan ortiq fuqarolar va yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Natijada innovatsion faoliyatni rivojlantirish va bandlikni oshirishga qaratilgan 20 ga yaqin taklif va yechimlar ishlab chiqildi. Oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan seminarlar orqali 200 nafardan ortiq talabalar va tadqiqotchilar grantlar, tanlovlar, akademik harakatchanlik va startap loyihalar bo'yicha ma'lumot berib oldi. Sirdaryo viloyatining 11 ta tuman shaharlarida o'tkazilgan targ'ibot tadbirlarida 500 nafardan ortiq yoshlar qamrab olindi. Startap sari ilk qadam hamda raqamli startaplar seminar treninglarida 200 nafardan ortiq ishtirokchilar qatnashib, amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Shuningdek, Innovatsion rivojlanish agentligi tanlovlari hamda kelajak startaplari tanlovi bo'yicha targ'ibot ishlari olib borilib, 500 nafardan ortiq yoshlar ushbu imkoniyatlar bilan tanishtirildi. Tadbirlar orqali 1700 nafarga yaqin aholi va yoshlar qamrab olindi. Ilm-fan natijalarini amaliyotga joriy etish hamda ishlab chiqarish bilan integratsiyani kuchaytirish maqsadida oliy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasida 2 ta yirik hamkorlik tashabbusi yo'lga qo'yildi. Xususan, Guliston davlat universiteti tomonidan Golden Purefit xususiy korxonasiga texnotur tashkil etilib, unda 20 nafardan ortiq professor, o'qituvchilar va talabalar ishtirok etdi. Texnotur davomida ishlab chiqarish liniyalari, xomashyo tarkibi, texnologik jarayonlar, mahsulot sifati nazorat hamda saqlash tizimlari o'rganildi. Mazkur tashrif natijasida ishlab chiqarish jarayonlariga ilmiy yondashuvni joriy etish, mavjud muammolarga innovatsion yechimlar topish hamda qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Shuningdek, Guliston davlat universiteti huzuridagi ilmiy tadqiqot instituti va Sirdaryo Agrostar MChJ o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yilib, anorchilikni rivojlantirish bo'yicha loyiha amalga oshirildi. Loyiha doirasida hudud sharoitiga mos patogensiz anor ko'chatlarini yetishtirish va eksportbop mahsulot ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqda. Umuman olganda, amalga oshirilgan integratsiya ishlari ilmiy salohiyatni ishlab chiqarish bilan uyg'unlashtirish, innovatsion yechimlarni amaliyotga joriy etish hamda hudud iqtisodiyotida qo'shimcha qiymat yaratishga xizmat qilmoqda. Sirdaryo viloyatida amalga oshirilayotgan innovatsion loyihalar holati joylarga chiqib o'rganildi va ularning samaradorligi tahlil qilindi. Xususan, Guliston shahridagi Sirdaryo Darmon servis klinikasida Munis loyihasi doirasida amalga oshirilgan zamonaviy rentgen uskunasining amaliy natijalari o'rganilib, uning yordamida 100 nafardan ortiq bemorga xizmat ko'rsatilgani aniqlandi. Golden Purefit xususiy korxonasida amalga oshirilayotgan qiymati 1 milliard 150 million so'mlik loyiha faoliyati o'rganilib, loyiha doirasida 20 ga yaqin yangi ish o'rni yaratilganligi hamda 10 dan ortiq mahalliy yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilganligi tahlil qilindi. Shuningdek, ta'lim sohasida joriy etilgan Sirdaryo Ta'lim.uz platformasining ishlash mexanizmi, qamrovi va samaradorligi o'rganildi. Politex Sirdaryo klasterida amalga oshirilgan loyihalar doirasida 2,5 milliard so'mdan ortiq mablag' o'zlashtirilgani, 3 ta yangi g'o'za navi yaratilgani hamda 55 ta yangi ish o'rni tashkil etilganligi monitoring qilindi.
Ushbu davrda Mirzo Ulug'bek vorislari respublika tanlovini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Tanlov doirasida 2026-yil 10-yanvardan 10-fevralga qadar ro'yxatdan o'tish jarayoni tashkil etilib, viloyatdan 1000 nafardan ortiq yoshlar ro'yxatdan o'tib, shundan 700 nafarga yaqini IQ testlarda ishtirok etdi. Eng yuqori ko'rsatkich Bayovut tumanida 256 nafarni tashkil etdi. 2026-yil 10-martdan 17-aprelga qadar viloyatning barcha 11 tuman va shaharlarida tanlovning tuman shahar bosqichlari o'tkazildi. Ushbu bosqichda jami 527 nafar ishtirokchi faol qatnashdi. Saralash natijalariga ko'ra, har bir hududdan 5 nafardan jami 55 nafar iqtidorli yoshlar viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. 2026-yil 24-aprel kuni Guliston yoshlar texnoparkida viloyat bosqichi o'tkazilib, unda 55 nafar ishtirokchi o'z innovatsion loyihalari va startap g'oyalari bilan faol qatnashdi. Yakuniy natijalarga ko'ra 20 nafar eng iqtidorli yoshlar respublika bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Umuman, tanlov yoshlarning ilmiy innovatsion salohiyatini rivojlantirish, startap tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash hamda iqtidorli yoshlarni aniqlashda muhim platforma bo'lib xizmat qilmoqda. Sirdaryo viloyatida xalqaro hamkorlikni kengaytirish hamda innovatsion loyihalarni amalga oshirish yo'nalishida Janubiy Koreya investorlari bilan tizimli muzokaralar olib borilmoqda. Hisobot davrida Janubiy Koreyaning KES Holding Group va Geotech Engineering Design Group kompaniyalari bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilib, Bayovut innovatsion tumanining hududida chiqindilarni qayta ishlash va muqobil energiya ishlab chiqarish loyihasi ishlab chiqildi. Muzokaralar natijasida tomonlar o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi hamda loyihalarni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Shuningdek, loyiha doirasida yangi ish o'rinlari yaratish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda xorijiy grant mablag'larini jalb qilish masalalari kelishib olindi. 2026-yil yanvar-aprel oylarida akademik harakatchanlik dasturi doirasida yosh olim va tadqiqotchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Hisobot davriga qadar viloyatda mazkur dasturga birorta izlanuvchi ariza topshirmagan bo'lib, amalga oshirilgan targ'ibot va amaliy ko'nikmalar natijasida 24 nafar yoshlar ro'yxatdan o'tdi. Shundan 18 nafari suhbat bosqichiga yo'llanma oldi. Bu esa dasturga qiziqish va ishtirok darajasi oshganini ko'rsatadi. 2026-yil 14-mart kuni Guliston davlat universitetida dastur imkoniyatlariga bag'ishlangan seminar tashkil etilib, yosh tadqiqotchilarga hujjat topshirish va ishtirok etish tartibi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, Guliston yoshlar texnoparkida maxsus konsultativ shtab tashkil etilib, talabgorlarga ro'yxatdan o'tish va hujjat topshirish jarayonlarida amaliy yordam ko'rsatildi. Suhbat bosqichlari esa zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida o'tkazilib, baholash jarayonlarining ochiqligi va shaffofligi ta'minlandi. 2026-yil yanvar-aprel oylarida Sirdaryo viloyatida yoshlarning innovatsion va kreativ salohiyatini rivojlantirish maqsadida turli tanlov va dasturlar tashkil etildi. Hisobot davriga jami 5 dan ortiq tanlov va dasturlar o'tkazilib, ularda 500 nafardan ortiq yoshlar qamrab olindi. Xususan, Guliston yoshlar texnoparkida kreativ tadbirkor yoshlar tanlovi tashkil etilib, unda 50 nafardan ortiq ishtirokchilar o'z startap loyihalari bilan qatnashdi hamda eng yaxshi loyihalar rag'batlantirildi. Shuningdek, xalqaro Red Bull Basement dasturi taqdimoti o'tkazilib, yoshlar global innovatsion tanlov imkoniyatlari bilan tanishtirildi. Ekologiya yo'nalishlarida yashil innovatsiyalar, ekologik va ijtimoiy loyihalar hamda yashil tashabbuslar stipendiyasi kabi 3 ta mega tanlov bo'yicha targ'ibot ishlari olib borilib, yoshlar keng jalb qilindi. Bundan tashqari, Toshkent kimyo texnologiyalari instituti Yangiyer filialida tashkil etilgan filial startap tanlovi 2026 tashkil etilib, talabalar o'z innovatsion loyihalari bilan ishtirok etdi. Hududlarda, jumladan Mirzobod tumanida Ideaton tanlovi ham yo'lga qo'yilib, yoshlarning turli yo'nalishlardagi innovatsion g'oyalari qo'llab-quvvatlandi. 2026-yil yanvar-aprel oylarida jismoniy va yuridik
shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimi takomillashtirildi hamda raqamlashtirish asosida yangi mexanizmlar joriy etildi. Xususan, murojaatlarni qabul qilish va ko'rib chiqish jarayonini soddalashtirish maqsadida maxsus Telegram bot IRA murojaat bot ishga tushirildi. Hisobot davrida kelib tushgan murojaatlar asosida 14 ta murojaat ijobiy hal etildi. Murojaatlar asosan innovatsion loyihalarda ishtirok etish, tanlovlar va grantlar, xorijiy stajirovkalar va startaplarni rivojlantirish masalalariga oid bo'ldi. Shuningdek, so'ragan edingiz rukni orqali fuqarolarning dolzarb savollariga tizimli ravishda javob berib borildi. Sirdaryo viloyatida amalga oshirilayotgan innovatsion loyihalarni keng yoritish maqsadida ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlar bilan tizimli hamkorlik olib borilmoqda. Hisobot davrida innovatsion faoliyatni yoritishga bag'ishlangan 10 dan ortiq media materiallar, teleko'rsatuv, maqola va lavhalar e'lon qilindi. Xususan, O'zbekiston 24 telekanali orqali viloyatda amalga oshirilayotgan innovatsion loyihalar yuzasidan 2 ta maxsus lavha efirga uzatildi. Shuningdek, Bayovut innovatsion tumanida chiqindilarni qayta ishlash hamda muqobil energiya ishlab chiqarish loyihalari respublika ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. Matbuot yo'nalishida Nurli istiqbol gazetasida innovatsion loyihalar va xalqaro hamkorlikka oid maqolalar chop etildi. Bundan tashqari, Diyor yangiliklari orqali Mirzo Ulug'bek vorislari tanlovining viloyat bosqichi haqida video lavhalar e'lon qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa innovatsion faoliyatni targ'ib qilish maqsadida 100 dan ortiq postlar joylashtirildi. Umuman olganda, hisobot davrida amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida Sirdaryo viloyatida innovatsion ekotizimni rivojlantirish, ilm-fan natijalarini amaliyotga joriy etish hamda yoshlarni innovatsion va startap faoliyatidagi ishtirokini oshirish bo'yicha ijobiy natijalarga erishildi. E'tiboringiz uchun rahmat.